Hammaga xayrli kun. Bugun sizlarga har doimgidek konsultatsiyadan keyin o'zim olgan insaytlarim haqida gapirib beraman. Xo'p, har safar konsultatsiyada misol uchun har xil narsa ko'proq ko'zga tashlanadi. O'tgan safar masalan bemorlarni grija haqida tushunchalari, shular haqida gapirgan bo'lsam, hozir bizga ko'proq murojaatlarga qarab, men tushunib yetgan narsa asosan birinchisi bosh miya o'simtalari bo'yicha. Chunki bizga har xil patsientlar keldi. Bizni eng quvontirgani oldin operatsiya bo'lgan patsientlarimiz kelishdi. Yangi MRTlari bilan va natijalar juda ham quvonarli. Bemorda o'sha xavfsiz bo'lgan bosh miya o'simtasi bor edi. Hech qanaqa asoratsiz bemor borib operatsiya qildirdi, qaytib keldi va oradan hozir mana noyabr bo'lgan bo'lsa, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may. Уже 6-oy va bemor juda ham o'zini yaxshi his qilyapti va o'simta xuddi doktor aytgandek, ya'ni o'chirgichda o'chirib qo'yilgandek ko'ringan. Xullas yo'q, MRTda уже ko'rinmagan. Keyin ikkinchi holat nima bo'ldi? Xuddi shunaqa turdagi o'simta bilan bitta bemor keldi Samarqandda va bunda xuddi shunaqa qayta chiqmaydigan xavfsiz o'simta turi, lekin 2 marta operatsiya bo'lgan. Уже birinchi operatsiyani o'zida o'simtani olish jarayonida nervga tegib qo'yilgan. O'simta ikkita operatsiyada ham to'liq olinmagan, lekin bemor bir taraflama уже ishlamay qolgan. Bir taraflama falajlik kuzatilgan bemorda. Bu baribir odamni xafa qiladigan holat. Agar misol uchun ularda o'simta birinchi operatsiyani o'zida yaxshi neyroxirurg tomonidan to'liq olib tashlanganda edi, bemorda falajlik holati, demak keyingi hayotiga bo'ladigan ta'sir kuzatilmagan bo'lardi. Bu falajlik masalan bir martalik narsa emasda, bu odamni butun umr afsuslantiradigan, har yurganda, turganda, o'tirganda, harakat qilganda misol uchun ta'sir qiladigan narsa bu. Ikkinchisi, shunaqa bemorlar kelishdi. Bemorda bosh miya o'simtasi aniqlangan, lekin qayta o'sadigan turi va bemor olayotgan lecheniялari uni o'simtasi chiqqan o'simta turiga umuman mos kelmaydi. Va bu holatda bemori umumiy holati ham juda ham yomonlashgan, kolyaskada bo'lib qolgan. Xullas bemori umumiy hayotiga ham, hattoki o'sha yashash tarziga ham juda ham yomon ta'sir qilgan. Bemor kolyaskada o'tirib qolgan. Bunaqa holatlarni ko'rganda masalan odam afsuslanadi. Yana bitta bemor bizga murojaat qildi. Shu konsultatsiyalar jarayonidagi bemorlardan aytib o'tadigan bo'lsam, o'sha xavfsiz o'sma yana bizani xursand bo'lib kelgan bemorlarimizni o'simtasi bilan bir xil turda va bemor operatsiyaga olingan, lekin operatsiya qilina olmagan, faqat namuna biopsiya olingan va bemorga uyiga ruxsat berilgan, juda ham yaxshi holatda. Undan keyin bemorda qusish holatlari, ahvoli og'irlashgan va komaga tushgan. Endi hozir muammo nimada? O'simta xavfsiz qayta o'smaydigan tur chiqqan. Lekin bemor o'sha holat koma holatida, boshda gidrosefaliya paydo bo'lgan, ya'ni boshda suv yig'ilgan. Hozir bemor birinchi muammo komadan olib chiqish, ikkinchi muammo keyin qolib ketgan o'simtani to'liq olib tashlash. Bu masalan Hindistonda bo'ladi. Bemor Hindistonga yetib borishi muammo. Bemor yaqinlari hamma narsaga tayyor, lekin bizani qo'limizdan ko'p narsa kelmayapti bunaqa holatda. Bu ham juda achinarli desam bo'ladi. Keyingisi, endi bu neyroxirurgiyada bu safar bilmadim nima uchun juda ham ko'p o'sha bosh miya o'simtalari bilan murojaat qilishdi. Endi ikkinchi muammo bizda onkolog ham keldi. Onkolog bilan ko'proq muloqot qila olmadim, ya'ni konsultatsiyada bemorlar o'rtasida bo'lmadim, lekin 4-5 ta bemorga perevod qilganimda shunaqa muammo kuzatildiki, onkologiyada bizda ko'pchilik aytishadi, operatsiya umuman yo'q variant bizani xalqimiz uchun. Chunki operatsiya desa tiq tekisa, yoyilib ketadi, tarqab ketadi degan tushunchalar juda ham ko'p. Deyarli har bitta bemor kirganda shu narsani aytadi. Lekin aslida shifokor aytishiga ko'ra, onkologiyada kasallikni davosi qachonki bemorda operatsiya varianti bo'lsagina. Demak, onkologiyada 2 xil variant bo'ladi. Biri kasallikni davolash, ikkinchisi kasallikni kontrol qilish. Davolash bizda qachonki operatsiya varianti bo'lsa, o'simtani operatsiya qilib olib tashlash varianti bo'lsa, biz buni davolash uchun harakat deb ayta olar ekanmiz. O'sha uchun onkologiyaga chalinganlar bo'lsa, operatsiyadan qo'rqmang. U
yaxshi mutaxassisga borsangiz u narsa tarqab ketmaydi. U sizni naborot yaxshi bo'lishingizga, oldingidek sog'lom hayot tarzi kechirishingizga, полный demak butunlay lecheniyalarni tugatishingizga yordam beradigan yagona variant bu onkologiyada operatsiya. Shuni unutmang. Agar yaqinlaringizda shunaqa operatsiya tavsiya qilingan lekin ikkilanib yurganlar bo'lsa, tezroq yaxshi mutaxassisga uchratib operatsiya qildirishinglarni tavsiya berardim. Yaxshi mutaxassisga faqat. Xo'p, endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nima bo'lyapti bu yoqda? Yana bitta onkologiyada aytib ketaman. Bizada bemorlar har xil pozitsiyalarda keladi-da. Onkologiyada 1-daraja, 2-daraja, 3-chi, 4-daraja. Shunaqa holatlar bor. Tarqamagan holat o'simta faqat bitta joyda va sizda operatsiya qilish imkoniyati bo'lsa, bu sizning yutug'ingiz. Shu narsani ham hisobga olib, hech qachon unutmagan holatda nima shifokor, yaxshi mutaxassis sizga qanday tavsiyalar bersa, shunga amal qilishga harakat qiling. Keyin ximioterapiya, nur bulardan qo'rqish kerak emas. Bular kasallikni davolash jarayonini bir bosqichi hisoblanadi. Bu narsalar sizga butunlay sog'ayishingiz uchun yordam beradigan vositalardan yana birlari hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endi konsultatsiyadan nima xulosalarga keldik? Bitta kasallik turi har xil bemorlarda aniqlangan va har xil joylarga, har xil vaqtlarda murojaat qilingan. Agar siz o'sha kasallik turi bilan vaqtida murojaat qilganingizda edi, siz misol uchun hozirgacha shu kasallikni yengib o'tgan bo'lardingiz. Masalan, o'sha bitta kasallik turi vaqtida murojaat qilinmagan va bemor oxirgi darajalarga kelib shifokorga murojaat qilganda, shifokori o'zi ham ichidan xafa bo'ladi, to'g'risi. Chunki masalan men bu bemorga ko'p narsa taklif qila olmayapman, yechim bera olmayapman degan maqsadda shifokor o'zi ham xafa bo'ladi. Shunaqa bemorlar keladi nerv zararlanishlari bilan, masalan, o'sha operatsiya jarayonida nervga zarar berib qo'yilgan va biz hech narsa taklif qila olmay qoldik bemorlarga. Aytdik, biz misol uchun asoratni to'g'irlab bera olamiz deb. Shunaqa holatlarda juda ham odamning yuragi achiydi bemorlarimizga. Chunki sizda imkoniyat bor edi yaxshi bo'lish. Shu uchun agar kimdir shu videoni ko'rayotgan bo'lsa va yaqinlari yo kimdir shunaqa kasalliklardan aziyat chekayotgan bo'lsa, yaxshi mutaxassisga murojaat qiling va to'g'ri vaqtida qarorlar qabul qiling. Agar sizda hozirda hech qanaqa muammolar bo'lmasa, skrining testlaridan o'tib turishingiz kerak. Shuningdek, bizda bosh miya va onkologik kasalliklar bo'yicha shifokorlar bilan intervyu videolar qo'yilgan. Video oxirida linklarni qoldirib ketaman video pastida va o'sha videolarga o'tib ko'rib o'ting. Chunki u yoqda kasalliklarni har bittasi beradigan asoratlar, belgilar, ya'ni sizda qanaqa muammolar uchrasa, bu nimaning belgilari bo'lishi mumkin degan narsalar haqida to'liq, tushunarli va ishonchli ma'lumotlar berib o'tib ketilgan. O'sha uchun yaxshi ma'lumotlar, to'g'ri ma'lumotlarga amal qilgan holatda malakali mutaxassislarga murojaat qiling. Chunki baribir odamning sog'lig'i qayta tiklab bo'lmaydigan. Bu misol uchun qancha pulingiz bo'lsin ertaga vaqti kelganda, qancha mablag'ingiz bo'lsin, ming Amerikaga boring, qayta tikla olmaydigan holatlar bor. O'sha uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Har doim birinchi o'rinda sog'lig'imizga e'tiborli bo'laylik. Hamma narsadan ko'ra to'y-hasham, kiyim-kechakdan ham ko'ra birinchi tushunadigan narsamiz sog'lig'imiz bo'lsin. Rahmat hammaga, bizni kuzatib boring.